Bugun Hindistonga ketyapmiz. Xudo xolisi Adajon Simadaga va menga kiyimlar olib berdilar. O'zlari tanladilar. Eng qizig'i razmerimni bilib oldilar. Rossiya olibman krossovka. Cho'tki ekan. Rahmat adasi. Endi hozir rahmat. Endi hozir Hindistonda yeyishga bu narsa olib beraman deb olib kirdilar korzinkaga. Tez narsalar olaman. Deb xohlasa ketamiz. Hamma xavotir olib yozganligiga katta rahmat. Ancha yaxshiman, Allohga shukr. Rizq mazam bo'lmadi lekin qanaqadir tomog'im og'ridi. Hozir yaxshiman. Sen bo'li kiyimlardan keyin zo'r bo'ldi. Kiyimdan keyin mazza qildim. Yana ham yaxshi bo'lib qolmadi siz. Tuzalib ketdim. Rahmat. Azizlarim, Hindistonga nimaga va nima uchun ketayotganimizni shu insonlar biladi. Menga yur deyshadi, men bilmayman. Yur deysizlar, men ketaveraman. Ha, ketaveraman, sizlarga ishonaman. 100%. Ana bo'lmasa. Xo'jayinim ham bo'pti, ketaver deydilar. Hozir mana biz Hindistonni juda ham o'zgacha joyga ketyapmiz. Ya'ni Delhining o'zidan yana 3 soat uchishimiz kerak. Voy, vo. Robiya ularning qo'shig'ini aytib ber, umuman qiyinchilik o'xshaydi. Bitta boshini yeting, aka. Qiyin. Bo'ldi, repetitsiya qilamiz. Repetitsiya jarayonini ko'rsataman. Qanaqa joy u? Xo'p, Assam shtati Karbi degan joyiga ketyapmiz. Ya'ni Karbi yoshlar festivali. 52-chi Karbi yoshlar festivali, ya'ni 52 yildan beri o'tkazilar ekan. Voy bu. U yoqdagi yoshlardan shu yoshlar havas guruhini tanishdan juda ham xursandmiz. Ya'ni so'rovnoma o'tkazishganda havas guruhi kelsin deyishibdi. Biz birinchi o'rin olganmiz edi. Hokimiyat keyin Samarqandga aloqaga chiqqan. Bu yoqda Savlat degan yigit ular Samarqandga kelib aylanib ketishganda hokimiyatdagilar, u yoqdagilar kelib turist sifatida. O'shanda nima bo'lgan ekan, tanishib qolishgan ekan. Keyin bularga aloqa. Bular orqali chiqqan. Ha, ana bo'lmasam. Eng qizig'ini aytib qo'yay. Ha, eng qizig'ini ayting. Eng qizig'i u yerdagi hindlar Nepalga yaqinda, mana bunaqa. Yaponiyaga. Xitoyliklarga o'xshashadi. Ana Delhi Hindistoniga borganimizda ko'rdik-a, shunaqa hindlarni. Karis hindlar. Mahmudjoniki nima deya olasiz? Men ketaveraman, senga o'xshab deng. Bir xilmiz ikkalamiz. Globli opamlar. Da, opamlar, polniy organizator bizani olib ketyaptilar, Dilafruz opam.